Bugungi kunda yurtimizda korrupsiyani bartaraf etish borasida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Zero, korrupsiya bu jamiyatning rivojlanishi, uning istiqboliga to'sqinlik qiluvchi illatdir. Korrupsiyasiz jamiyat sog'lom jamiyat. Zero biz korrupsiyasiz kelajak tarafdorimiz. Hozir esa biz universitetimizdagi talabalardan korrupsiya haqidagi fikrlarini so'rab bilmoqchimiz. Avvalambor siz uchun korrupsiya nima? Korrupsiya so'zi ishlatilganda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi? Xo'sh, endi korrupsiya bu juda keng tushunchada, endi hamma har xil tushunadi uni. Birinchi navbatda endi bir daraxt deb oladigan bo'lsak, jamiyatimizda shu tomirni kemiradigan bir qurtga o'xshaydi xuddi. Ya'ni shunga o'xshataman misol. Bu juda ham yomon narsa, jamiyatimizda rivojlanishiga qasddan to'sqinlik qiladigan narsada, bu juda yomon. Rahmat. Keyingi savolim, nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda umuman jamiyatimizda korrupsiyaga qarshi savodxonlik yetarlimi? Endi savodxonlik yetarli-kuda, shunga yarasha chora-tadbirlar ham ko'rilyapti. Endi harakatlar xudo xolasa yaqin kelajakda seziladi degan umiddamiz. Korrupsiya men o'ylashim bo'yicha o'z manfaati yo'lida pora olish yoki pora berish, mansabini suiiste'mol qilish kabi holatlarni tushunaman. Menimcha, o'ylashimcha chunki so'nggi yillar ichida davlatimiz bunga juda ham katta e'tibor qaratgan holatda juda ham ko'plab qonun qoidalarni ishlab chiqmoqda. Hozirda korrupsiyaga oid bir qator tadbirlar uyushtirilmoqda. Misol uchun maktablarda, universitetlarda yoki boshqa tashkilotlarda olib borilmoqda. Lekin asosan boya aytganimdek, har bitta inson o'zidan boshlasa, shunda biz buni ta'sirini jamiyatda ko'rishimiz mumkin. Albatta, biz buni ko'p joylarda hozir guvohi bo'lib boryapmiz. Xo'p, hatto o'sha maktabdan boshlab to o'sha oliygohlar va barcha ishxonalarda, demak, bu korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlar olib borilyapti, davlat suhbatlari olib borilyapti. Albatta, bundan tegishli xulosalar chiqarilyapti va korrupsiyani, ya'ni oldini olish ya'ni ancha hozir avvalgiga qaraganda yaxshi, xo'sh, oldini olinyapti. Xudo xolasa, agar kelajakda umid qilib qolamizki, agar bu chora-tadbirlar yanada soni oshib borilsa, kelajakda ya'ni bu korrupsiyaga ya'ni barham berish umid bo'ladi, xudo xolasa. Men uchun korrupsiya bu ikki shaxs o'rtasida o'zini har ikkala tomonda ham o'zining manfaatlari yo'lida o'zining huquqini suiiste'mol qilish deb tushunaman. Shu korrupsiya bo'yicha, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ko'p chora-tadbirlar o'tkazilmoqda. Ayniqsa oliy ta'lim muassasalarida ham, maktablarda ham yoshlarimizga shu kelajakda bu ishni, bu xatoni qilmasliklari uchun yaxshi tushuntirish ishlari olib boriladi. Ko'plab tadbirlar, sahna ko'rinishlar yoki mana shunaqa videoroliklar, ijtimoiy so'rovnomalar ko'plab o'tkazib borilmoqda. Korrupsiya o'sha hozir jamiyatimizdagi o'z kasbini suiiste'mol qilish, pora orqali yoki boshqa o'z manfaatlarini ustun qo'yish orqali kasbiga xiyonat qilish deb hisoblayman. Yetarlicha desa ham bo'ladi, lekin o'sha payti kelganda baribir o'zimiz ham korrupsiya ko'payib ketdi deb turib, kerak bo'lsa o'zimiz ham joyida pulni berib chiqib ketgan joylarimiz bo'ladi. Hammasi insonning o'ziga bog'liq deb hisoblayman.